Assalomu alaykum. Bugun Sergelidagi Land Fitness, ya'ni fitness klub rahbari Javohir akam oldilariga keldik. Assalomu alaykum Javohir aka. Ommaga aytishimiz kerak bo'lgan yangilik bor ekan. Ya'ni Land Fitnessda zalda yangilik qilibsiz, aynan Sergeli filialida. Shu haqida ozgina qisqacha gapirib bersak. Assalomu alaykum. Land Fitness Sergeli filialida mana podval minus birinchi etajida ayollar zali qildik. Sababi ayollarimizda talab ko'proq. Ayollarimizga yaxshi sharoit qilish maqsadida minus birinchi podvalimizda polniy komplekt trenajyorlar bilan jihozladik. Yana bir plus tomon detskiy zonamizda bor. Javohir aka, Chilonzordagi filialda M5 fitness trenajyorlari 9 yildan oshiq vaqt davomida ishlatib kelyapsiz. Mana yangi ochiladigan ayollar zonasiga ham M5 fitness trenajyorlarni tanladingiz. Bunga sabab nima? Buni sababi shuncha yil davomida sinovdan o'tib kelgan professional yoki endi boshlayotgan sportsmenlar uchun ham qulay. Eng asosiysi biznesmenlar uchun eng zo'r yechim. Eng oxirgi savolim, yangi fitness klub ochaman deydiganlar uchun nima maslahat bergan bo'lardingiz? Birinchi o'rinda eng qulay lokatsiya, aholini zichligi, qulayligi ko'rib chiqiladi. Ikkinchi o'rinda yaxshi biznes plan va strategiya. Uchinchisi, keladigan klientlar uchun qulay sharoit. Agarda hali shuncha planni tayyor qilmagan bo'lsanglar, Land Fitnessga kelib shug'ullanishingiz mumkin. Agarda hamma planlaring tayyor bo'lsa, sport liderga marhamat.